har kecha bir xil azob. Oyoqlarim go'yo qorg'ashindek og'ir, go'yo tomirlarim ichidan kimdir tortayotgandek. Yillar davomida kiyimlar ortiga yashirindim, hamma narsadan charchagan edim. Lekin eng yomoni qo'rquv edi. Cho'dan, narkozdan, qaytib turmaslikdan qo'rqardim. To bugungacha. Men yana yurishni boshladim. Haqiqiy ma'noda. Endi men yashirinmayman. Endi men erkinman. Sog'lom hayot bor yo'g'i bir qadam narida ekan.